Prezident Shavkat Mirziyoyev ichki ishlar organlari xodimlari va faxriylarga bayram tabrigi yo'lladi. Tabrik matni davlat rahbari matbuot xizmati tomonidan e'lon qilindi. Siz azizlarni 25-oktyabr O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari xodimlari kuni bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ushbu qutlug' ayyomda avvalo vatan oldidagi muqaddas qasamyodingizga doimo sodiq qolib, yurtimiz tinchligi va xalqimiz farovonligi yo'lida o'z zimmangizdagi g'oyat muhim vazifalarni yuksak mas'uliyat bilan ado etib kelayotganingizni alohida ta'kidlashni istardim. So'nggi yillarda ichki ishlar organlarini chinakam xalqchil tuzilmaga aylantirish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarimiz natijasida mamlakatimizda tinchlik, osoyishtalik muhitini ishonchli ta'minlash bo'yicha mustahkam zamin yaratildi. 2025-yilda har bir mahallada huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish barcha darajadagi rahbarlar uchun eng ustuvor vazifa bo'lib belgilandi. Shu maqsadda jinoyatlar sodir etilishi nuqtai nazaridan vaziyati og'ir bo'lgan mahallalarga ichki ishlar organlari bilan birgalikda barcha mutasaddi tashkilotlar rahbarlari hamda huquq-tartibot tizimidagi oliygohlar biriktirilib, ularning joylardagi kundalik manzili, faoliyati va xavfsiz muhit yaratishga qaratilgan yagona faoliyat zanjiri yaratildi. Ushbu toifadagi mahallalar kichik hududlarda birlashtirilib, ularda tezkor yordam funksiyasini bajaradigan huquq-tartibot maskanlari tashkil etildi. Migrantlar va yoshlar bilan ishlash bo'yicha alohida tashkiliy profilaktik mexanizmlar shakllantirildi. Profilaktika tezkor qidiruv, patrul post, yo'l patrul va qo'riqlash xizmati inspektorlarining birgalikdagi faoliyati yo'lga qo'yilib, ular mahalla yetiligi va aholi bilan yaqin hamkorlikda ish olib bormoqda. Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar, ijtimoiy dasturlar hamda huquqiy tartibotni mustahkamlash borasidagi tadbirlar natijasida yil davomida jami mahallalarning yarmidan ko'pida jinoyat sodir etilmadi. Yoshlar, ayollar va ishsizlar o'rtasida jinoyatchilikning keskin kamayishiga erishildi. O'z navbatda sohada zamon talablariga mos ravishda samaradorlikka erishishga qaratilgan yangicha ishlash amaliyoti qaror topmoqda. Xususan, ichki ishlar organlarining raqamli infratuzilmasida transformatsiya jarayonlari boshlandi. Jamoat xavfsizligini ta'minlash amaliyotiga sun'iy intellekt imkoniyatlari keng tatbiq etilmoqda. Qisqa muddatda vazirlik va idoralarning 40 ga yaqin ma'lumotlar bazasi bilan integratsiyalashgan xavfsiz shahar yagona platformasi yaratildi. 20 dan ortiq yangi axborot tizimlari ishga tushirildi. Yagona migrant axborot bazasi yordamida uzoq vaqt xorijda qolgan shaxslar bilan manzilli ishlash tizimi yo'lga qo'yildi. Dunyo miqyosida tobora kuchayib borayotgan kiberjinoyatchilarning tahdid va ta'siridan mamlakatimizni ishonchli himoya qilish, ayniqsa aholimizning ulardan jabrlanishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha kompleks mexanizmlar joriy etilmoqda. Tabiiyki, bu soha zamonaviy professional kadrlarga bo'lgan talabni oshirmoqda. Shu jihatdan 2025-2026 o'quv yilidan boshlab Ichki ishlar vazirligi akademiyasida dual ta'lim jarayoni va innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida raqamli texnologiyalar sohasida jinoyatchilarga qarshi kurashish faoliyati, malakali kadrlar tayyorlash bo'yicha yangi tizim yo'lga qo'yilgani muhim qadam bo'ldi. Hurmatli soha xodimlari, jinoyatlarning barvaqt oldini olish, mahallalarda xavfsiz muhit yaratish orqali xalqimiz hayotini yanada osoyishta va fayzli qilishga qaratilgan harakatlarimizni biz bundan buyon ham ustuvor darajada izchillik bilan davom ettiramiz. Bunda mahalla yetiligi, imkoniyatlardan samarali foydalanish, oila ta'lim muassasasi, mahalla faollari va davlat idoralari o'rtasida uzviy hamkorlikni ta'minlashga alohida e'tibor berish lozim. Biz zamon talablarini hisobga olib, ichki ishlar organlarida jinoyatchilikka qarshi kurashish jarayonini raqamli texnologiyalar imkoniyatlarini keng joriy etgan holda tashkil etish, kiberfiribgarlik va kibero'g'riliklarga chek qo'yish bo'yicha ishlarni yangicha yondashuvlar asosida yanada faollashtiramiz. Butun jahonda giyohvandlik balosi asosan voyaga yetmaganlar va yoshlarni o'z domiga tortayotgani hammamizni ogohlikka undashi zarur. Ushbu illatdan milliy genofondizmni asrash maqsadida uyushgan narkojinoyatchilikka butunlay chek qo'yish borasida harakatlarimizni yangi bosqichga olib chiqishimiz, tezkor profilaktik va tergov faoliyatini manzilini tashkil etishimiz kerak. Ishonchim komilki, ana shu ustuvor yo'nalishlarda safarbarlikni kuchaytirib, birgalikda harakat qilib, ishimiz samarasini keskin oshirsak, xalqimizning chinakam roziligiga erishamiz. Aziz do'stlar, fursatdan foydalanib siz azizlarga vatanimiz va xalqimiz tinchligi yo'lidagi sadoqatli va fidokorona xizmatingiz uchun samimiy minnatdorlik bildiraman.
Ushbu shonli ayyomda el-yurt tinchligi yo'lida halok bo'lgan mard va jasur soha xodimlarining xotirasini hurmat bilan yodga olib, ularning oilalari va farzandlariga ezgu tilaklarimizni yo'llaymiz. Hech shubhasiz, ichki ishlar organlari xodimlarining mehnatini munosib qadrlash, ularni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash, zamonaviy ish sharoitlari, zarur texnik vositalar bilan ta'minlash, malakali kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash masalalari doimo e'tiborimiz markazida bo'lib qoladi. Sizlarni bugungi shukuhli bayram bilan yana bir bor chin dildan tabriklab, barchangizga mustahkam sog'liq, xonadoningizga tinchlik va farovonlik, mas'uliyatli faoliyatingizda ulkan muvaffaqiyatlar tilayman deyiladi tabrik matnida.